Dapenci yem çomifini bırakla ilgimiz kelgende bunu ayrım qilishni hojat yo'qmi tuqqanlar. Mana ma'lumdek dapenci çomifini qilib yesanlar buludu. Qilish usulimi nayt oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chuqur bugunalaysiz, ham tugunish boshlayli ketdik. Avval qozonga suv quyib, chomifini chupini sag'andan keyin 10 minut atrofida qaynatib pishirib olamiz. İşletkinim bo'lsa, cho'ng ustamniki tetisqosi va cho'pi birga chiqadigan chomifin qiyomi. Qozonga bir cho'mich may quyib, bir qush qatrabida aqshi kesilib, suratdagidek mana shunday bir yo'nalishga to'xtamay qo'ysak, ko'pikchi paydo bo'ladi. Andan to'q go'shimizni salib, bir nechini qovurib, to'q go'shiga rang kirgizib olamiz. Zanjil va achchig'i yo'q oldin sug'uchilib olgan shanjonni salib, yana davomli 7-8 ni aralashtirib qovurib, bizlik piroqini chiqarib olib, cho'ng ustamning dapanchi tetisqosidan bir xalt salib, davomli qovurib, tetisqoning rangi va ta'mini to'liq chiqarib oliblar. Yangyonni salib, buni uzoq qo'rmaymiz, tuqqanlar faqat bir nechini aralashtirib qovurib o'tgandan keyin ustiga bir qatimda muvofiq miqdorda suv quyib olgandan keyin bir qo'shq atrofida chomifin tetisqosi salib, tuvoq depib 20 minut atrofida pishirilib, abaya tayaq qo'ygan mifin, ko'k qizillarza, so'ng piyoz, samsoqlarni silib, asti ustini bir aralashtirib etib, yana taxminan 5 minut atrofida pishirib olamiz. Arqadan muvofiq miqdorda tuz va tayaqlab olgan yubasini silib, bir qaynatiblar to'g'rab tayaqib qo'ygan nonning ustiga eliblar iste'mol qilsak bo'ladi. Qilish usuli mana shunchalik oddiy bo'lib, oilada qilishga alomat maskali tuqqanlar. Hamsi oxir tayyorlagan mazmunim yargan bo'lsa, haqsiz bo'lgan yuragimni birini besib qo'llab qo'ysanglar rahmat.